Hech o'ylab ko'rganmisiz, yadroviy bomba qanday ishlaydi? Keling 1945-yilda Nagasaki shahriga tashlangan Fat-Man bombasining ishlash prinsipiga nazar solamiz. Ushbu yadro bombasida atigi 4 dyumdan kattaroq 6.2 kilogramm og'irlikdagi plutoniy shar joylashgan edi. Muammo shundaki, reaksiyani boshlash uchun 300 ming atmosfera bosimi kerak bo'ladi. Bu taxminan 50 mingta filning og'irligiga teng. Bu bosimni hosil qilish uchun plutoniy shar atrofiga RDX va AGMX portlovchi moddalari qatlam qilib joylashtiriladi. Yadro reaksiyasini ishga tushirish uchun avval detonatorga 5000 volt kuchlanish beriladi. Natijada plutoniy siqilib, undan neytronlar otilib chiqadi. Shu zahoti zanjirli reaksiya boshlanadi va harorat bir zumda 100 million daraja Selsiyaga ko'tariladi. Bu aql bovar qilmas hol, chunki hatto Quyosh yadrosining harorati atigi 15 million daraja Selsiya atrofida. Eng hayratlanarlisi shundaki, bularning barchasi atigi 600 milliarddan bir soniya ichida sodir bo'ladi. Nagasakiga bomba tashlanganida odamlar ko'zini yumishga ham ulgurmay bir lahzada kulga aylanishgan. Sizningcha yadroviy bombaga ega eng qudratli davlat qaysi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.